gaplasharlar dedi. Assalomu alaykum. Yana bir bora barchaga xayrli kech. Sizlar Andijondan alangalik salomlar. Biz Andijonni shahridamiz. Biz hozir va Andijonni Yakkasaroy to'yxonasiga xizmatga tashrif buyurdik. 4-to'y bo'lar ekan bugun, chunki bu Yakkasaroy to'yxonasi yaqinda ochilgan. Juda ham chiroyli, shinam, menga yoqdi. Va mana hozir hamma sozandalarimiz birgalikda chiroyli qilib to'yni fayzli qilib o'tkazishga o'z hissamizni qo'shamiz. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli to'yxona. Shahnoz opam, tarjamadingizmi? Qalay Andijon yoqdi? Zo'ra. Ayniqsa insonlar juda ham samimiy, biz andijonliklar juda ham yaxshi ko'ramiz. Aka, opalarim bor bu yerda, bilasizlar, ko'rgansizlar oldin. Mana bu yerda Furik